O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 130-son qarori hamda 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 70-son farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Degantepa mahallasida aholi xonadonlariga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz bosimi 3-bosqichdan 2-bosqichga o'tkazildi. Mazkur ishlar natijasida aholiga tabiiy gazni sifatli va barqaror yetkazib berish imkoniyati yanada yaxshilandi. Shuningdek, iste'molchilar xavfsizligini ta'minlash hamda uzluksiz va xavfsiz tabiiy gaz ta'minotini yo'lga qo'yish maqsadida xonadondagi gaz hisoblagichlarga bepul reduktor moslamalari o'rnatilmoqda. Bugungi kunga qadar rejalashtirilgan 308 ta xonadondan 218 tasiga reduktor moslamasi o'rnatildi. Qolgan 90 ta xonadonga reduktor moslamalarini o'rnatish ishlari 2026-yilning 3-choragiga qadar to'liq yakunlanish rejalashtirilgan. Nurafshon gaz ta'minoti 26-27-yil kuz-qish chora-tadbirlari bo'yicha Degantepa mahallasida 308 ta regulyator qo'yishimiz kerak. Hozirgi kungacha 208 ta regulyator xonadonlarga qo'yib chiqildi. Davlatimizga rahmat. Shunday islohotlar davrida bizda gaz ta'minotida ham o'zgarishlar bo'lyapti. Yangi reduktorlar qo'yib, oldinga nisbatan gazlarimiz ham hozir yaxshi. Oldinlari gazlar kamayib, ko'payib ketishlari ham bo'lardi. Hozirgi bu qo'ygan reduktorlar natijasida gazlarimiz bir me'yorga kelib qoldi. Va gaz xodimlariga ham rahmat. Bir oyda 2-3 marta kelib bizni gazimizdan xabar olib, ogohlantirish, agar sal yomon ishlayotgan bo'lsa, yordamlarini berib ketadi.